Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischilar, aziz yurtdoshlar. Mana Dilshod Moto do'konimizga yangilangan mini traktorimiz keldi. Hozir hammasini bitta ko'rsatib, avzor qilib beramiz. Xizmatimiz yoqsa like va podpiska ayamaysizlar degan umiddamiz. Qani ketdik. Xo'sh, aziz yurtdoshlar, mana yangi kelgan mini traktorimiz 1105 20 ot kuchi. Xo'sh, 3 xil rangda bor. Hozir tayyor bo'lganini bitta avzor qilib beryapman. Qizil, oranjiy va unaqa ko'k rangida bor. 3 xil rangda kelgan. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, narx-navolarini, xarakteristikalarini bilishingiz mumkin. Xo'sh, hozir bitta avzor qilib beraman. Hamma joyini ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu oldingi kelgandan yangilandi. Ya'ni o'zga boshqa qo'shimchalar qo'shildi. Hozir o'sha qo'shimchalarni ko'rsatib, sizlarga ko'rsatib berib o'taman. Videoga like, podpiska bosishni ayamanglar. Xo'sh. 1105 motor, 20 ot kuchi, dabavishni faralar qo'yilgan. Mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta farasi yonadi. Xo'sh, gulshturi o'sha gulshturdan balandroq ko'tartirdik. Keyingisi filtr, двойной filtr mana. Filtr tepaga turadi. Sababi changni kamroq yutadi. Yana o'zlaringiz mana bu turbadan alohida turba qo'yib ko'tar, yana balandroq qilib olsangiz ham bo'ladi. Bemalol o'shaning uchun moslashtirilgan. Ikkita filtri bor, mana ko'rsatib qo'ygan o'zi. Двойной, tepada ham pastda ham filtri bor. Ikkita filtrlik, ya'ni vozdux toza tortadi. Mana bu shuplari, mana motor shupi hozir uruvenga turibdi. Hamma narsa solingan, tayyor qilingan bu. Xo'sh. Hamma narsasi bor. Komplektida yer haydaydigan frezer bilan ikki korpusli plugi bor. Mana ko'tarib tushgan rasvetrlari mana alohida qilingan. Bu safargi oldingisi mana beraydi bittalik edi bunaqa. Bu alohida qildirdik mana. Rasvetr deydi. Ko'tarib tushadigan. Mana orqa mexanizmlari ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, balonlari oldingisi sal tor turardi. Bunisi endi kengaytirdik, yanada uzunlashtirdik. Sababi katta огородlarga tushish, juyalarga, pushtalarga tushish uchun. Mana hozir yana bir qarish joy bor. Yana kengaytirsa bo'lib balon yana bu yoqqa 10 sm, bu yoqqa 10 sm bemalol chiqadi. Xo'sh, bu vertyonka soladigan baki, vertyonka solinadi. Xo'sh, skameykalar oldin borib keladi bemalol, mana regirovkalari bor. Xo'sh, skorusini aytib o'taman. Skorusi 3 ta panejliga, 3 ta oldinga panejliga, keyin zadni, 3 ta повещение oldinga, zadni. 6 ta skorus bo'ladi. Xo'sh, mana bu panejli повещение qo'shadigan richagi, bu balonni ajratadigani. Balonni qo'shib ajratadi, yana balon alohida aylantirsa ham bo'ladi. Keyingi yangiligimiz mana bu moy datchik. Bunisi akkumulyator ko'rsatib turadi, yana amperaqasini toki voltini ko'rsatib turadi, motochas. Xo'sh, bunisi davleniya datchik bu. Haroratini ko'rsatib turadi. Yangi datchiklar qo'shilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Oldingisi bu narsa yo'q edi. Bu safar mana yana yangiladik. 3 ta datchigi bor. Ko'rib bemalol qilsa, sovutish sistemasi radiator, antifriz, suvda sovutadi. Maslahatim antifriz olganingiz ma'qul. Xo'sh, undan keyingisi rulovoy kolonkalarni o'zgartirdik. Mana rulovoy kolonkalari gidravlika qo'ydirdik mana. O'zgargan. Ko'rishingiz mumkin. Gidravlika, ya'ni ana gidravlika qo'ydirdik. Aylanishlari yengil mana. Turgan joyida ham bemalol aylanadi mana. Jo'sk emas, yengil. Mana bu rushnoy gazi, mana u yoqda oyoqni gazi. Xo'sh, oson bu mexanizm. Mufta и zadni. Anaqa zadni, astag'firullah, uzr. Tormoz. Mufta tormoz qo'yilgan. Remeni 3 ta. Mana 3 ta remenlik. И dabavishni dinam ham qo'ydirdik. Oldingisi dinam yo'q edi. Отдельный dinam, ya'ni tok zaryad beradi. Oldingisida mana bu yerda dinam bor edi. Bunisida alohida dinam qo'ydirdik. Keyingisi mana lishni ortib qolib, bu yoqqa jatga qo'ysangiz, remenni ham tashlasangiz bo'ladi bemalol. Xo'sh. Mana shu texnikamiz. Keyin undan keyin signal ham qo'shtirganmiz, mana signali ham bor. Mana hozir massani qo'shamiz.
Mana motochas anaqani ko'rsatib turibdi akkumulyatorda mana yondi. Xo'sh. Signal qo'yilgan. Hamma narsasi bor. Ana endi bitta yoqib ko'rsatsak ham bo'ladi bemalol. Yoqib ko'rsatib beramiz. Patrol. Motor ishlashi. Signal. Mana faralar yondi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu texnikamiz. Bunisi oranjiy rangda. Rangi farq qiladi, boshqa narsasi farq qilmaydi. Qizil, ko'k, oranjiy rangda bo'ladi hammasi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Xo'sh, narx-navolar bo'yicha nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqib, yana ma'lumot olishingiz mumkin, lekin hamma ma'lumotni berdim deb hisoblayman. Komplektida frezeri bor, ikki korpusda plugi bor. Buni ham ko'rsataman. Mana hozir frezerlarni ham ko'rsataman. Mana bu frezeri mana. 1.20 lik frezeri bo'ladi. Mana bu ключка anaqa narsalari bor, sumkasi mana ichiga. Ключlari bor, lishni mana galobka prokladka, kolsa, motor kitobi bo'ladi. Keyingisi mana bu ikki korpusli plugi mana. Mana bu ikki korpusli plugi mana. Mana ikki korpusli plugi, mana bu поставкасы. Ko'rishingiz mumkin, pluglari ham katta-katta. Bemalol ikkita korpus plugni ham tortadi bu. Dilshod motor do'konimizga kelaverasizlar. Hozir yana bitta kelgan mini traktorimiz bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Hayda bilasizmi? Mana shu texnikamiz o'rtoqlar. Bemalol kelaverasizlar. Dilshod motor do'konimizga. Mini Zubr traktorimiz. Hozir mana bu etiketkalari bor. Yopishtiramiz. Mana bu yopishtiriladi mana. Xo'sh. Keyingi texnikamiz bundan-da hozir qiziq bo'ladi. Tomosha qilinglar, ketdik. Aziz do'stlar, buradagi bularning obzorini qo'yganman, ko'rgansizlar. Hozir yana yangi kelgan bitta mini katta traktorimiz bor. U ayniqsa bog'larda, Tbilisilarda zo'r asqotadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Udaridan kelgan, oldi fasollari ham xuddi Honda motor mashinalarga o'xshaydi. Faralari mana. Buni ustida pastga qo'yilgan. Buni bo'yi past. Bo'yi past qilingan. Tbilisi bog'larda zo'r ishlaydi. Korobkalari baquvvat qilingan, lekin o'ta baquvvat. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqalari ko'tarish sistemasi silindr, mana silindr qo'yilgan. Bu ichki bartovoy. Mana mostlarni ko'rishingiz mumkin. Qalin qilingan mostlar ham. Mana shu baquvvat. Mana bu temirlar ham qalin qilingan. Balonlar katta, qalindan qo'yilgan mana. Buni ham baloni kengayadi ikki tomonga, mana hali 15 sm joyi bor. Qisqartirib, kengaytirsa bo'ladi bemalol. Orqa faralari. Stop
Paroniklari va skorsi buni. Bu John Deere kichkinasi bu. Ya'ni kichkina emas, pastroq varianti. Mic by John Deere bor edi, o'shani reklama qildik. O'shani kichkinaytirilgan pozitsiyasi buni. Ba'zi shu filtrlar ham zo'r. Mana bu salarka baki dakansa ko'rishingiz mumkin. Pastgacha ketgan mana. Pastgacha ketgan. Bir 60 salarka olsa kerak menimcha. Xo'sh. Skorslari ham mana oldinga 4 ta, orqaga 4 ta skors bu. Oldinga 4 ta, orqaga skorslari bor. Xo'sh, hamma narsasi bor. Paneji povishinlari bor. Mana bu ko'rishingiz mumkin mana bu. Tachchiq-pachchiqlari bor mana. 50 HP. 50 ot kuchi 504. Bo'yi past varianti bu. Lekin o'ta baquvvat qilib ishlangan. Xo'sh, bularni oldingi obzorlarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Dilshod moto do'konimizga kelaverasizlar. Lubboy texnikalar endi yangiliklarimiz zo'r bo'lyapti, Xudoga shukr. Yaqin kunlarda yana ham yaxshi yangiligimiz kelyapti. Zo'r yangiliklarni olib borib obzor qilishda davom etamiz. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Hammaning ishiga omad, cho'ntagingizga daromad. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizni tan jazo sog' bo'lsin, ular uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon qaytishni nasib aylasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.